Estağfurullah kana kılma endi bu işlerle arkadaşlar. Aldın katım müşündaq tavuzlar açıqdı ki mekan xalaqamsıq bakaq belgen. Pul satmasa ma akam yaman xijil qo'ydi meni. Yaxshi ma. Bu shunda ajil qilib qo'ygandan keyin buni bizga ozroq pul beraman. Yaman xijil qo'yapman. Boshda aldın katım bir mashina chiqmadingiz. Kelgan mehmonlarga tomoqdan keyin chiqqandan keyin azroqdan tavuz yaningizda deb yegizdim. Bu tavuz haqiqatan ajil sizlar shuna qo'sh oldim. Aznaroq bo'lsa pul hisoblab qo'ying. Bizning dehqonlarning ko'nglimiz sizning mushundaq yaxshi taomlar şərtisi içibsiz. Her millet xalqi, her millet amma şekil tamaq yeydi ki. Muşu dehqonlarning qon ta'risi singan. Hamuş oddiygina bajirimizdan tutilgan mevimizni eg'iz tegizib olsak deydigan xiyol bilan sizning mush huzuringizga keldik. Rahmat. Yomon chiqib ketdi-chi bu 5 tal tavuz meni bir mashina tavuzni. Adamı xiljiq bo'lishdiga hozir hamda bir yerga do'plashtirib odamni yig'ib, "Voy mani yapaq, mani avag'il, mani qivag'il" deyish qulaysiz, apsiz turdi ekan. Unda bo'lsa qabul qilay, lekin qachon bo'lsa mening oshxonamga kelib tamoqlarni tetib, pul berma demay, bir men qancha g'arat qilasam, shunchaki holatda men bir tasqinimni oila uchun kelsingizlar. Bo'ldi. O'sha diqa akalarimiz achsaq. Ondan yana bir va'da beray. O'sha tavuzmi hamda oxirisi qoldi, ha? Oxirisi qoldi. Necha tonna bor yana? Bir 70-80 tonna atrofida bor. Uni mi bozor qilamsan, telefonimni deb bersangiz. Hamda bu yer gangok vaqil chiqqanda yo'qama deydigan xiyol bilan bu gapni demaydigan asli. Yo'q, menimcha mushundaq yaxshi sifatli yo'g'on tavuzga ehtiyoji qarindoshlar, haqiqatan sizlarda ishlab qolsa, mana mushundaq hamda xalq yog'atida bu tavuzni deb shundaq yana chiqib kelsa xo'sh bo'ldim. Tavuzga ehtiyoji qarindoshlar bo'lib qolsa, telefon qilsa, o'sha 70-80 tonna bordingizmi? Bir 70-80 tonnalarda qoldi. Anda o'sha telefonimni deb qo'ying. 186 90 65 88 77. Yanımı bizga o'xshash mushundaq yaxshi ishlarni qipaqachi deydigan niyati bor. Xalqim bo'lsa, qo'lim ko'stimda etizimga bason. 5 tondan 10 tongacha tavuzni men bispirishqa, sifatli tavuzni, ishonchli, sifatli, ta'mi tatliq bo'lgan birinchi tavuzni bispirishqa men mana va'damda turman. Rahmat. Ishtiroq xusun, o'yishtish xusun. Endi yana bir va'da beray endi. Shu 3 kun ichida uzumlar biza tam kelibdi hozircha, tekshi emas, u yerda tam kelibdi. 3 kun ichida bizning Chimanbaq oshxonamizga kelgan har bir mehmon bu turpanning uzumini bir tetib ketgan bo'lsangizlar, men oldiga tamoq yeb bo'lib chiqqandan keyin oldiga ustalik tiz qo'yman, tatilmasdan azroqdan yeb. O xiyolimiz bu bor. Tadir efendim, bu xiyolimiz bor. Oldi bilan bizning turpandan eng baldir chiqadiganimiz qo'g'un. Tavus, onun dingin qas üzüm. Ma tavus qo'g'in tuygandan keyin oyoqlash hozir oxir bosqichida qoldi. Tuygandan keyin ho'l üzüm. Ho'l üzümni bu biz 10 yildan oshdi. Muqim xiridalarimiz bor, sapirayotgan yilviyi. Bizga ishonch qilib, kasido kambisido ashla qarab o'taganda sifatli sapirayotimiz, sifatli qan miqdori o'lcham tushqa üzümdan sapirayotimiz. Rasmiy o'chibdi tavus. Mana. Voy. Hey! Matavuz qarangizlar. Voy. Qarang, quloqlardan turma tavuz. Quyruq yegi. Quyruq yegi bunday. Qarangizlar matavuzga. Tavuz sifat haqiqatan nochga tetib ko'rib qo'yingizlar ta'min. Rahmat. Agiz yadi qamsun vallah. Yurak verib ko'plab taqib qo'ysak urug' tuqqanlar, dehqonning ajri yadi qamsun. Mush tavuzlar bir sim zoyimay, kan xalqning ig'izi tekkan bo'lsa qarindoshlar. Biz shayxani tavuzi deymiz. Ma tavuz turpandan chiqqanda gumonlanib majmur rasmsam dahshat paydo chiqib turasizlar haqiqatan. Bu haqiqiy o'zimizning bindi, shu turpanning chatqal yesidan chiqqan tavuzmi? Mangimi bir qism qarindoshlar to'rdimasini qildi, birisi ham bir udulliq telefon bo'ldi. Sen Sanjidan, shayxanizdan tavuzga kelib turpan, nima uchun turpaning deb satsa, degandan keyin men dedim, haqiqiy ko'zing bilan ko'ray, ig'zing bilan tilingni tetib ko'ray dedigan ishingizsa, men o'rnimni yo'llab bermay ka. Felekten öz kulunu üzüp titi. Bu ötüdeki nesi bunun olmasam dedim. Bunu hakikaten noçka. Anlat bir teşine. Vallahi çakırınla. Oğlanım. Kan koğunim Nım cemaat kayte Tonur pişkan